Prezident qarori shunchaki biron bir normani takrorlash uchungina chiqmaydi. Prezident qaroridagi norma amalda yo'q holatda amalga kiritish uchun chiqarilgan. Ko'pchilikdan savol tushyapti, soliq kodeksida soliq auditiga tegishli moddada shundoq ham bor edi. Bitta davrga tegishli bo'lgan soliq va predmetni qayta tekshirish mumkin emasligi. 2022-yildagi o'sha prezidentning 374-sonli qarorida ham alohida aytib o'tildi. Bitta davrga tegishli soliq va predmetni qayta tekshirish mumkin emasligi. Bu nima shunchaki bor normani takrorlab qarsak chalindimi degan qilib bir ikkita savollar ham keldi. Yo'q, o'rtoqlar, soliq kodeksidagi holat u soliq auditini tartibga solinadi. Soliq prezident qaroridagi bitta davrga qiymat tekshirish mumkin emasligi bu kameral soliq tekshiruviga ham taalluqli va boshqa soliq tekshiruvlariga. Nimaga? 2026-yildan boshlab soliq kodeksiga kiritilgan o'zgarishga ko'ra 2026-yildan boshlab endi kameral soliq tekshiruvini bitta davrga tegishli bo'lgan soliq turi va predmeti bo'yicha 2 marta tekshirishga yo'l qo'yilmasligi soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. 2026-yilga qadar aynan o'sha prezidentning 374-sonli qarori 3-bandiga asosan tartibga solinadi va bu narsa amalda bo'lib kelgan. Mabodo kimdir bu narsani tan olmaydigan bo'lsa, prezident qarori bu yerda soliq auditiga deyiladigan bo'lsa, yana bir marta takrorlayman, prezident qarori shunchaki mavjud normani takrorlash uchun chiqmagan. Soliq kodeksiga ko'ra kameral soliq tekshiruvlari ham soliq tekshiruv hisoblanadi va prezident qarori tekshiruvlarni 2 marta tekshirishga yo'l qo'ymasligi haqida gapirilgan. Mabodo kimdadir aynan kameral soliq tekshiruvi 25-yilgacha 2 marta takrorlangan holatlari bo'ladigan bo'lsa, biznes ombudsmanga yoki boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlarga, advokatga, soliq maslahatchisiga murojaat qilib, huquqiylarni himoya qilishingiz kerak bo'ladi.